Buxoro tumani Eskiboy mahallasini raisi Panji Turob Ne'matovich bo'laman. Mahallamizda asosan bugungi kunda 865 ta xonadon mavjud. 4232 ta aholi soni, 1021 ta oila mavjud bo'lib turib, bugungi kunda aholining asosiy drayveri bu issiqxonaga moslashgan issiqxona va chorvachilikda. Bizda asosan issiqxona bugunda hozir 50 ga yaqin issiqxonalarimiz bor. Shundan 4 tasi 1 gektarli, 6 tasi 20 sotixli va 10 tasi 50 sotixli, qolganlari 6-7 sotixli parnilar faoliyat ko'rsatmoqda. Fuqarolarimiz asosan issiqxonaga mo'ljallanganligi uchun asosan daromadlari mana shu bir yilda pomidor va bodringni o'zidan mahallamiz salkam 170 tonna mahsulotni ichki bozorlarimizga yetkazib beryapti. Asosiy daromadi mana issiqxonadan, chunki issiqxona bu yerda mutaxassisligi bor fuqaro bo'lganligi uchun o'sha fuqarolarimiz shundan o'rganib yana o'zlarining xonadonlariga issiqxonalarni kengaytirib bormoqdalar. Bizda endi masalan mana hozir yana bitta bir kichik 4 sotixli issiqxonaga turibmiz. Mana pomidori bugungi kunda bozorda tayyor bo'lib qolgan holati, kimdir hozir pomidorini olib bodring ekkan holati mana Panji Ulug'bek Xoliq Ulug'bekning xonadonidamiz. Mana o'zlari yetkazilgan pomidorlarni mana ko'rib turibsizlar. Asosan bugungi ichki bozorda bizda mahallamizga yetkazilgan pomidor va bodringlar yetib bormoqda. Aholi asosan shu bilan band hisoblanyapti. Hozir biz kambag'allikni qisqartirish masalasida mana shu aholidan yana ham bularda o'sha mutaxassislarga o'qitib, yana ham shu issiqxonalarni kengaytirishni davom ettirmoqdamiz. Men G'uzor tumanidagi Eskibog' mahallasida yashayman. Rahimova Yanvar. 4 yildan beri parnik qilib, parnikka ishlaymiz. Qishda pomidor ekamiz, yozda bodring ekamiz. Shu daromadlarimizni bolalarim uchun ishlatamiz. Oilada 10 bosh kishi ishli, hammamiz ishlaymiz. Uylarni remont qildik, bolalarga uy qurdik. Shu hammasi bolalar uchun qilyapmiz. Mehnatimizni ketidan.